Maqsud meni ko'p ustidan kulib, sharmanda qilgani uchun men undan qasos olmoqchi bo'ldim. Va shuning uchun ham birinchi bo'lib uni tutib, o'zimni katta chemodanimga solib va uni qattiqroq qiynash uchun umuman boshqa davlatga uchib ketdik, ya'ni Xitoyga. Va endi Maqsuddan qasos olib, uni qiynamoqchi bo'lganimda, uni omadi kelib, qo'llarini bo'shatib, mendan qochib ketdi. Va endi biz butun Xitoy bo'ylab qulashmacha o'ynaymiz. Va menga ishonavering. Agarda men Maqsudni tutsam, u 100% tinch qolmaydi. Va xushbat do'stlar, albatta videoga like bosish va oxirigacha ko'rish esingizdan chiqmasin. Chunki sizlar YPNga telefon yutib olishingiz mumkin. Va buni atiga 3 ta sharti bor. Birinchi sharti albatta mana shu videoga like bosing, ikkinchi sharti mana shu video kommentariysiga "Honor" deb yozib qoldiring va uchinchi sharti esa Telegram kanalimga obuna bo'ling. Telegram kanalimning ссылкасы esa pastda bo'ladi. Shu uchun davet o'tinglar va bu video uchun biz juda katta pul tikkanmiz. Mehnatimizni qadrlab like bosib qo'yinglar. Endi esa Maqsudning qochishiga qaytamiz. Do'stlar, hozir men bilmayman, qanaqadir joyga kelib qoldim. Men bu odamlarning ko'pligini qaranglar. Nu hozir bu odamlarning orasiga kirib ketaman. Bu shunda omon ekanman, umuman topa olmaydi deb o'ylayman. Men bu she'rda qaranglar, nimani esladinglar? Men yoshligimda mana shunaqa multfilm ko'rardim. Multfilmlarda tirilib ketardi-yu. Nu hozir nima qilishim kerak? Men birinchi bu yashirinib olishim kerak. Qanaqadir niqob bo'lsa yaxshi bo'lardi menga. Nu давайте ketdik, men bu o'rtadan ichkariga qarab kirib ketamiz. Bu to'g'risini esa men birinchi marta bunaqa chet elda bozorda bo'lishim. Давайте bir ko'rib tomosha qilib ko'ramiz. Men buni qaranglar, qanaqadir muzqaymoqlarmi. Endi bu har bittasida yeb ko'rgan bo'lardim. Umrimda hali bunaqa narsani o'zimizda ko'rmaganman lekin. Va bu paytda men Maqsudga o'rnatilgan GPS orqali ortidan kuzatib kelgan. Do'stlar, hozir bizning Maqsudga o'rnatilgan GPSimiz uni mashta ko'rsatdi, lekin GPSimiz 10 minutdan keyin ko'rsatgani uchun ham demak Maqsud 10 minutdan o'tib qolgan biroz bo'ladi. Va u yurib ketadi-da, orqasidan emas. Bularni mana qo'yamiz. Hamma do'stlar, aynan mana shu kontent uchun albatta like bosib qo'yinglar. Davay, davom etamiz yurishni. Mana bu Brad Pittni qaranglar. No to'g'risini esa mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, odammi ko'p. Shuning uchun men bu odamlarning orasiga kirib ketaman. Lekin qara, GPSimiz 10 minutdan keyin ko'rsatsa ham, taxminan to'g'ri yurgan deb hisoblaysiz. Prosta to'g'ri qarab yugurib ketsak, balki yeta olamiz, Chunki 10 minut prosta yurgan bo'lsa, biz yugurib yeta olamiz. Agarda sal yurib qayerqadir boshqaga qayrilib ketgan bo'lsa, o'sha bilan adashib qolamiz. Kamera o'rtalab boshda full qidirlik ketdik. Prosta odam ko'pligiga qaranglar, qanaqasi Maqsud topaman. Maqsud! Bu hammaylar ana endi do'konlarga kirib ko'ramiz. Odam ko'rmadinglarmi? Tamam, brat, sekin skrimga qolgan. Xullas, bu tut menimcha tozalovchi bo'lsa kerak bu odam. Ammo Maqsud xuddi shunaqa kiyim kiyib yashamagan bo'lsa-chi. Chunki men qotil videosida xuddi Maqsudga o'xshab qochib yashnab yurganman. Men bilaman bunaqa qilish mumkinligini. Mana bu meni ishimni ancha qiylashtiradi. Stop, GPS bu ko'rsatdi. O'rtoqlar, men atela bu bozorda ichariga kirib oldim. Chunki bu yerda odam ham ko'p, ham mashinalar ham boyadan beri o'tyapti. Meni topa olmaslik uchun biror joyga yashirinib olishim kerak. Masalan, qayoqga? Men bunaqa ko'chalarga berkin olsam bo'ladi, lekin bu yerda agar oldimdan chiqib qoladigan bo'lsa, men umuman qochadigan joyim yo'q. Shuning uchun bir ochiq joyga yashirinib olishim kerak. Balki unaqa ovqatlanadigan joyga kirib olarman. Mana bu yerda restoran bor ekan. O GPS o'tmashdi 20 metr atrofda ko'rsatdi. Hamma odam ovqat yeyotib qarab. Mana bu yerda qanaqadir ovqat turibdi. Yo'rsam bo'ladimi? Ayt. Va xuddi shu paytda bu opa meni turist deb o'ylab, nimagadir tekinga shu ovqatni berdi. Xullas do'stlar, hozir menga mana bunaqa pershatkalar berishdi. Buni kiyib olishim kerak ekan. Bular ham menimcha meni turist deb o'ylab, meni mehmon qilishmoqchidir balki. Menga farqi yo'q. Umrimda bir marta Xitoy ovqatini yeb ko'raman. Davайте tepasiga chiqib ko'ramiz. Masjiddan ham kuzatib tursam bo'ladi bularni o'tganini. Lekin men hozir yuzimni yashirsam bo'ldi. Buncha odam orasida umuman topa olmayman. Shuning uchun ketdik pastga. Oy. Boshlanishiga opajonim aytganlaridek, men buni bo'lib olaman. Bu nima deyotganlar uchun? Bu xuddi bizning nonga o'xshagan narsa. Ya'ni Xitoy yegan noni. Mana qaranglar. O't, mana shuni kiyib olsam, menimcha umuman tanimaydi. Ana endi yashirinishga joy topishim kerak. I'm finished. Ya kech qoladi. Menimcha opamiz reklama qildiryaptilar bir ham. Bismillahmi bu? Nima bu? O'rtalar nima qolmiz? Qora tuxum o'rtalar, qora tuxum berishmoqchi. Men o'rin demaganman. Nimalar prям mehmon qilishyapti o'rtalar. Va albatta do'stlar, buncha mehnat uchun like bosib qo'yish kerak, chunki biz boshqa davlatdan turib kontent qilamiz va bu video o'ylashim uchun 100 mingta like arziydi. Shuning uchun albatta hozirroq pastga tushib qarang, like bosmagan bo'lsangiz, like knopkasini bosib qo'ying. Meni hozir eng o'ylantirayotgan narsa shuki, bu menga yoqadimi? Ovqat bo'yicha juda injiq odamman. Do'stlar, mana ovqatim tayyor. Umrimda yemagan bunaqa ovqat. Bu mehmon qilishyapti. Rad etish bu xato. Hammalar sizlarga like va men bu botqani yeb ko'raman. Va endi do'stlar, eng muhim joyga, ya'ni men yeb ko'raman. Lekin do'stlar, to'g'risini aytsam, buni yeyishdan ham ko'ra menga ko'proq qiynarsa, mana bu cho'pchadan foydalanish. Va hammalar uni qanaqa qo'shishni bilmayman. Menimcha mana shu qo'shish kerak. Hammalar. Mana bu qora tuxumni qara. to'g'risini o'rtalar mehmon qilayotgan paytim umuman hozir отказ qilishim mumkin emas. Lekin yeyishimdan oldin albatta sizlar kommentariylarni bilgim kelyapti. Ya'ni, nechta pul bersa sizlar mana shu qora tuxum yegan bo'lar deylar. Prosta menga qiziq. Kommentar albatta yozinglar. Men hammasini ko'rib chiqaman. Ammo esa tekinga yedim.
Ye. Xullas o'rtoqlar, yeb bo'ldim. Albatta men uchun yangicha ham noodatiy, yomonlamagan bo'lardim. Sizlar hali ham kommentarmanga kerak, nechta ekan bo'ladinglar. Ammo esa ketdi Maqsudni qidirishga. Albatta Honor X9D telefoni bilan. Chunki video davomida bilasizlar, menga albatta bu Honor X9D telefoni yordam beradi. O'rtoqlar, bu yerda bunaqa skuterlar ham ko'p ekan. O'shalardan birortasi yashirib olsam ham meni umuman topolmaydi. Yoki qanaqa bir restoranga ham kirib olsam bo'ladi, ovqatlanadigan joyiga. Bu ovqatlarni qaranglar qanaqa. O'rtoqlar, men bu tay qanaqasiga maqsad bu mashina qaraylik ko'pligini. Voy, bilat, qo'rqib ketaman, как mashina ketadiganday. Va xuddi shu paytda Maqsud meni uzoqdan ko'rib turgan ekan. O'rtoqlar, uzoqdan menimcha omon ekanini ko'rdim. Hozir o't masjidga kirib olaman, meni ko'rmaydi. Hamma qara, hamma bozor ichida qanaqadir mototsiklda yuryapti. Mana bu Xitoy. Hamma ketdik, Maqsud qidiramiz. O'rtoqlar, men xullas masjidga kirib oldim. Omon aka kelsa ham bu yerda meni topolmaydi. Chunki nimaga desanglar, men o'zim bunaqa moshinchani ichida mana umuman ko'rmaydigan darajada o'z mana bunaqa boshimdagi shlepalar bilan birga kiyinib oldim. Yonimizda. Yo'q, hop. Bilish mumkin, bro. O'rniga qaranglar. Lekin men aytdim, qani kecha? O'rtoqlar ko'rmadi. Hello, bro. Maqsud shu yerda emasmi, bro? Yo'q, lekin GPS mashina ko'rsatdi. Nima bu? Bro, let's go. Давай, brat, haydi. Men bunaqa joylarga ichiga kirib olganman. Mana qaranglar. Vosh. Bilmayman, mashinani qara. O'rtoqlar, ko'rdinglar, oldimdan o'tib ketdi. Bilmadim, qanaqasiga meni ko'rmadi. Menimcha mana shu shapka menga ancha yordam berdi, o'rtoqlar. Lekin bunaqa gavjum joyda ham yurishim kerak emas. Chunki bunaqa joyda baribir ertami kechmi topib oladi. Shuning uchun nima qilishim kerak? Odam kamroq yashirinsa bo'ladigan normal joyga berkim olishim kerak bo'ladi. Bu просто atmosferani qaranglar, qanaqa topib olishim mumkin. Yo'q, umuman ko'rinmayapti. U turgan joy bilamiz-da. GPS orqali boryapmiz, o'sha yo'q. Burasi qimirlab yuribdi odamlar. Stop. Yuryapti. Qaysi tarafdan yurayotganini tushunib bo'lmayapti. U qayerga ketib qoldi? Ana shu bunaqa navbatligim bo'lgan. Hello. Can you speak English? Yes. I'm from Uzbekistan. Can you? Salom Uzbekistan. Salom Uzbekistan. Uzbekistan. Salom Uzbekistan. Salom Uzbekistan. Yeah, like boss. Yeah, thank you. Shunaqa qilib omon ekan meni baribir topa olmaydi. Qani endi mazza qilib odam kamroq bo'lgan va bunaqa shovqin yo'q joyga yo'l otlandik. Thank you bro, thank you. Shunaqa qilib men ancha vaqt GPS ko'rsatgan yo'ldan yurib bordim, lekin Maqsudni topolmadim. Do'stlar, уже yarim soatdan beri qidiryapman. Nahotki yo'q bu yerda. Balkim просто bu tarafga yuramiz. Hamma yoqda просто bir xil odamlar yuribdi. Mana o'zinglar просто mana atrof olgan. Bu yerda qanaqa topish mumkin? Lekin skuterga o'tirib olgan bilib bo'lmaydi, qattaligini ham. Lekin men ko'chalar kirishni ko'cha ekan-a, tagoya. Anaqasidan, tagoya. Allo. Da. Bu to'g'risini aytsam, o'rtoqlar, Maqsudni qidirib ichim qizib ketdi. Lekin esingizda bo'lsa, qo'limda Honor X9D telefon turibdi va bu prям 85 gradusgacha ham chidar ekan. Ya'ni 10 sekund, 1 sekund easy tura olar ekan. To'g'risini aytsam, o'rtoqlar, men bunga ozgina ishonmayman, chunki 100 gradus suv qaniydi. Qanaqasiga suv bilet qaynab, ovqatlar prям erib ketadigan joyda men bu telefon ishlashi mumkin. Bu darajada baquvvat bo'lishi nerealniy. Shuning uchun ham buni hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz. U uchun qanaqa sinamiz? O'rtoqlar, qaranglar. Mana bu qaynashini qaranglar. Davlat tushunga solamiz. Mumkinmi? O'ylashim bo'yicha hech kim urish bermaydi. Boshda mana telefon ishlatib ko'rasam, men endi bo'lsam o'rtoqlar ekran yoqqan holda sug'oraman. 3, 2. O, yaqin ol. Oy. Mana endi qani? Ko'ramiz. Ishlatdi. Davlat ham buni solma, qara. Ko'rasan mana. Ovqat pishirsa bo'ladi-ku bu bilan. O'rtoqlar, bu hozir qaynab turibdi. Suv necha gradusda qaynaydi? 100 gradusmi? 100 gradus. Buniki 85 ishkani, demak 100 da pishiydi. Chunki do'stlar, bu Honor X9D telefoni IP69K, ya'ni 85 gradusgacha issiqqa chidar ekan. Mana ishonmasa mana kamera tarafdan tiqib ko'ramiz ana. Mana ovqat aylantirib pishirib yuboraman, mana. Eng qiziqqanini qara. Bursi yoqib ko'ramiz. Mana yonib o'chotdi. Faqatgina qo'lim sal qo'lim yoqilguncha ekran ishlaydi. Qamayli, yoqini artamiz. Yo, shoshma. Balkim ekran ishlab turib sensor ishlayotgandir. Dayt sinab ko'ramiz. Qara. Sensor ham ishlatdi buni. Qara. Bilmayman do'stlar, hozircha bu telefon meni juda qattiq hayron qoldiryapti. Hamma telefonni artib, yana Maqsudni qidirishga davom etamiz. Esingizda bo'lsa, biz qotil videosini olgandik. Qotil videosida men xuddi shunaqa hammani yedirib ketgan. Bu safar mana shunaqa bo'ldimi? Uzib ketdi, uzunlashib ketdi, kamida 2-3 kilometr. Hamma o'rtoqlar, biz ham hozir mashina boshini gaplashib boramiz. Baribir men nima qilib bo'lsa Maqsud tutaman. Bu video oxirigacha ko'ringlar bo'ldi.
Bu paytda Maqsud allaqachon mashinachadan tushib, yashirinish uchun yangi joy qidirib yurgan ekan. Mana esa GPS sal kechroq uni turgan joyini ko'rsatgani uchun Maqsudning ortidan boraverdi. O'rtoqlar, xullas, men mana bunaqa suvni oldiga men kelib oldim. Как раз bu yoqda umuman odam ham yo'q, ham omon ekan keladigan bo'lsa, agar bu yoqqa ham o'zim rejalar o'ylab qo'yganman. Qanaqa desanglar, hozir masalan ko'rsataman. Men bu tepaga chiqib qolaman. Xullas shunaqa o'rtoqlar, men mana bunaqa tepaga chiqib qoldim. Omon aka, bozor joyda meni tuta olmadi. Bu yoqda ham 100% tuta olmaydi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, men bitta o'zim qidirsam cho'ta qiynalaman. Shuning uchun menga Komol aka qahhor yordamga keldi. Topish kerak omonxon uni. Xullas qarang, mana GPS bo'yicha qarayapmanki, u aynan mana shu yerdan yurib to'g'riga qarab ketgan. Yuring, qidiraylik. No, lekin 100% brat uni topib, tasavvur qiling, men uni shuncha joydan olib keldim, u просто qochib ketib qoldi. Va men umuman bilmayman. Qanaqa kiyimda edi? Ko'k kiyimda somon shlyapasi bor edi. Omon aka. Xullas o'rtoqlar, Omon akani ko'rib qoldim. Maqsud! Как будто qa dedi. Ben bitta qarang, kim o'rgan, kim unga ketib qolgan? Yo, agar tepada ko'rsatgan bo'lsa, liba bu yoqda, liba bu yoqda, boshqa variant yo'q. Mana bitta chiqsa bo'ladimi? Yo, bu yoqdan chiqmaganda. Mana bitta qizlar bor, lekin aytamiz sizlardan. O'rtoqlar, hozir Omon akani chaqirib ko'raman. Omon aka! Ye! Davay! Oh! Yur. To'xta! Nashti. Buni yugurib ketdimi? Qani? Maqsud! Shoshing. Ana, nashti bo'ladi, kirsa. Men bilaman uni. Xuddi shu paytda Maqsud o'zini rejasini amalga oshirdi. O'rtoqlar, mana buni qaranglar. Ey! Yo, bu yerda qayerda tushadigan joy bormi shunda? Mana maqara chiqib qoldi. Iloji yo'q edi buni, iloji yo'q. Nima shunchalik oson tutaman deb o'yladinglarmi? Izlasa qotdi, Maqsud. Telefon ketdi. Jahlda otvordim. U telefonda jahlda otvordi. Yo'q, udarotdim, bor kuchim bilan otvordim bilmasam. Sinib ketdi telefon. O, Maqsud qochib ketdi. U qanaqa telefonni olaylik? Mana. Mana telefon. Voy, qisib qolibdimi? Qani, beringchi. Prosta qarang, mana changni to'liq artdim. Mana. Gap yo'q. Mana changlar turibdi, lekin ekran mana umuman qotmayapti. O'rtoqlar, prosta tushuninglar, men buni olgan. To'g'ri 5 metr balanddan tushuncha qilmayapti bu. Demak, realni reklamada aytilgandek ekan. Da, nu bilasizmi nima? Ha. Maqsud qochib ketdi. Voy, u yog'iga o'zingiz jigarim, yordamlasha olmayman. Bir qamayli. O'zingiz qidirib toping, lekin uni обязательно toping, xo'p? Komollik uchun topamiz va kommentariyga o'rtalar albatta Komollikka yordam berganlar uchun Komollikka mehribon yozib qoldiringlar. Biz esa ketib qidirishga. Lekin bu paytda Maqsud qanaqadir avtobusga chiqib, umuman boshqa joyga qochib ketmoqchi ekan. O'ylashim bo'yicha, ana endi yaxshilab berkib oldim, umuman topolmaydi. Va bu paytda GPS ga qarasam, Maqsud yana ancha uzoqlashib ketibdi. Va bu meni juda qattiq xafa qildi. Qarochi o'rtoqlar, mana men shunaqa joyga kelib oldim. Atrofda o'lab xitoyliklar, amman Omon akadan ancha uzoqlashib qoldim. Xullas, men Omon akadan bir qadam baribir oldindaman. Do'stlar, xullas hozir men metrodan chiqib oldim va Maqsud mana shu tarafda ko'rsatdi. Balki uni qarang. Mana buni xitoycha bino desa bo'ladi. Va albatta do'stlar, hujjatdan like boshasidan chiqarmanglar. Chunki bu videoga 100 mingdan ko'p like bosish kerak. Mana shu yerda boshqa davlatdan turibmiz. Do'stlar, cho'ta yaqin ko'rsatdi. Hadi, ko'rsin. Omon aka. Давай, qadam. O'rtoqlar, ular o'sha orqamdan kelishyapti. Menimcha bitta kiyimda bo'lib qo'ygani uchun tanishyapti. Shuning uchun ham men tashqi ko'rinishimni o'zgartirib olishim kerak. Yey, ana endi meni hech kim tanimaydi. Va xuddi shu payt mana shu odam Maqsudning berkinchiga yordam berib, unga joy ko'rsatdi. Men nimaligini bilmadim. Xullas o'rtoqlar, mana men bunaqa qorong'i joyga berkindim, ya'ni pardani orqasiga. No o'ylaymanki, Omon aka men bu yerdan topa olmaydi. Prosta men bu odam sotib qo'ymasa bo'ldi. Xuddi shu paytda o'rtoqlar, albatta like bosib qo'yinglar. Chunki men birinchi marta bunaqa o'zim bilmaydigan shaharda qochib yuribman Omon akadan. O'rtoqlar, telefon qulay bo'lishi, men bu narsani ham oldim. Ketdigan endi. Maqsud 100% narsaga yugurib ketgan. Eng qiziq o'rtoqlar, sahnada odam turibdi va 100% Maqsud qayerga ketganimizni ko'rgan bo'ladi. Shuning uchun ham shundan so'raymiz, ketdik. Bo'ldi o'g'lim. Yaqin ol. O'rtoqlar, Omon aka shetda. Bro, anaqa yordam kerak. Nima qildi bu? Bro, help me, yordam ber. Bir telefonni oling, telefonni ko'rat. Do'stlar, qaranglar telefonni. Issiq. O'rtoqlar, 10 telefonni bu issiqqa chidash kerak edi. Mana buni qarang, o'rtoq, opog'imiz kuyib ketgan. Telefon salgina qora, lekin artsa toza bo'lyapti. Ekranichi.
u вообще bemalol ishlayapti. Просто qara ekran qara changini artdim, qo'lim sal qora bo'ldi-da. Lekin telefon ishlayapti. Va xushmat do'stlar, men o'z inglizimni yaxshi bilmayman, lekin Xitoy tilida hozir bilan bemalol gaplashaman. Honor X9 D telefonda bor, AI translator yordamida. Men ruscha gapiraman, чтобы yaxshiroq tarjima bo'lish uchun. Brat, помоги мне. Я ищу один человек. 我只是众多人中的一人。但是你要学吐火。 Вот mana o'rtoqlar, menimcha bu brat sotib beradiganga o'xshayaptimi deyman-da. Но вам нужно научиться дышать огнем. O'rtoqlar, agarda men xuddi mana shu olovda furib bera olsam o'rgataman deyapti. Nima bu jinnilik, men qanaqasiga qilaman? No, majburman o'rtoqlar, chunki maqsad topishimiz kerak. Qo'lim qalay kuyib ketganda va to'g'risi bu ish menga ham qiziqam. Va bu narsani do'stlar, men bu sahnada emas, pastroqda qiling, chunki sahnani yo'q qorishi mumkin. Вот o'rtoqlar, mana omon ekan. Qamayli, shu uchun sekin tushib olamiz. Xo'sh? Ya,水 What? Suvmi? 呀， Nima qilish kerak hop? Suv. Menga suv ichidotdi. Nima bilmayman do'stlar, o'zi suvmi? Da suv ekan, hop. Okay? 来， Do'stlar, nimadir beryapti menga. Nima bu? What? Nima bu? Bu benzin bu. What? Hamma o'rtoqlar hozir men buni ichishim kerak ekan. Ta'min o'rayman ekan. Nima bu? Albatta do'stlar, like bosib qo'ying, men oxirgi marta qilaman. Bo'ldimi, qildimmi? 这 okay. 不叫。要分那次。呀 This? 呀， Do'stlar, biz va nihoyat maqsadni topdik. This. Ataylik ekan. Maqsud? Bu yoqqa. Men bitta qanaqadir eshik bor ekan. Bila eshik qufloq. Nima uchun eshikdan qochib ketdim? Ammo shuncha olov furdim-ku. Qatta bila. Voy. O'zinglar ko'rib turganingizdek, men olov purkash o'rgangunimgacha Maqsud yana pismiqlik qilib qochib ketib qopti. Endi bilmayman Maqsud qayerga berkinmoqchi. Lekin hozir sizlar buni bilib olasizlar. Yey, do'stlar, mana xullas aeroportga kelib oldim va endi boshqa shaharga uchib ketyapman. Shu orqali men Omonakidan ancha uzoqqa qochib keta olaman. Let's go. Of, do'stlar, qaranglar, hozir mana bu GPS Maqsudni shu atrofda ko'rsatdi, lekin umuman atrofda Maqsud yo'q. Bilmayman bu qayerga uchib ketmoqchimi, jinnimi bu? Yo'q, mana просто o'zinglar buni o'ylab qaranglar, sog' odam bitta odamdan qochish uchun umuman boshqa shaharga ketib qoladimi? Aeroportga yashab olish uchun kelmagan inson. Uchib ketish uchun kelgan. Va xuddi shu paytda do'stlar, qo'limda hali ham o'sha Honor X9D va bu telefonni men 3-kun zartga qo'yib ishlataman va ko'rib turganingizdek, haligacha bu telefonning zarkasi tugamagan. Va to'g'risi desam, bu aynan o'sha telefon bo'lgani uchun men aynan shu telefondan foydalanaman. Va bu paytda Maqsud samolyotga chiqib, odamlarning orasiga yashirinib olibdi. Va men esa GPS orqali Maqsud chiqqan samolyotga chiqib oldim, lekin uni topamadim. Do'stlar, mana men hozir Shenzhen shahriga qo'ndim va endi bu shaharning ichkariroqga kirib, Omonakidan bemalol yashirinib yursam bo'ladi. Mana jahlimni chiqargan narsa shundaki, Maqsud mendan berkinib olish uchun odamlar ko'p joyga boribdi. Mana qanaqa joyligini o'zingizlar ham ko'ringlar. Va do'stlar, mana men bunaqa parkga kelib oldim. Ko'rib turganingizdek, odam juda ham ko'p. Omonaka mana bunaqa odam ko'p joydan umuman topa olmaydi. Вот, mana bu atmosferani qaranglar. Davaychi sizlar bilan birga mazza qilib aylanamiz. Mana buni qaranglar o'rtoqlar. Bu yerda ko'chada soch oladigan joyi bor ekan. Mana bu ayol kishimi, erkak kishimi bu? Ha, mayli, ketdik. Do'stlar, hozir men qanaqadir parkga keldim. Maqsud mana shu parkni ko'rsatdi hozir. Bilmayman bu park aynan qattiq lekin mashta. Mana tezroq yugursak, tuta olamiz. Do'stlar, bu parkning kattaligini o'zingizlar qaranglar. Maqsud qattasan? Umuman bilib ko'rinmayapti. Nu, lekin. La, bu yerda ko'rsatyapti lekin. Umuman park boshqa ko'rsatdi. Park vashcha katta-yu. Atmosferani qaranglar, Halloweenga tortadi-yu. Давайте kirib ko'ramiz. Yengil plastmassa. Mana uni kattaligini. Taka Omonaka kelsa mana shunaqalar orasiga kirib olsam bo'lar ekan-a. Bu hammaylar o'rtoqlar bu yerdan tezroq lekin ketish kerak. Bilib bo'lmaydi, Omonaka oldimdan ham chiqib qolishi mumkin. Do'stlar, orqam to'la odamlar va o'ylashim bo'yicha Maqsud o'shan orasida. Sekin ko'rmaga o'xshab o'tib topib olamiz. Ket. Do'stlar, Maqsud yo'q prosta. Qanqar. Zo'r joylar topib oldimi? Allo, dirdimu? Lekin men o'rtoqlar xuddi shu telefonning rangida qo'limda Honor X9 turibdi. Ma'lum bo'lsam, Maqsudjon, qattasan, sen deb dunyoni kezaman. Va do'stlar, men bilyarddan topib oldim bu parkdan. Qara. Ketdi, tushdi. Yo'q, stop, bu yaxshi emas ekan. Poyladik. Suba. Va oxirgisi qaramasdan mana bu yoqqa qarab.
Voy. Va albatta do'stlar, shuncha mehnat uchun hoziroq YouTube kanalimizga obuna bo'ling va like knopkasini bosib qo'ying. Chunki shunaqa katta mehnat kamida 100 mingta like arziydi. Ammo esa maqsadni qidirishim kerak. Qo'zg'alyapti, demak. Ha, buni qara. Like bosinglar. Shu holda bu parkni ancha vaqt aylanib chiqib ham maqsadni umuman topolmadim. Do'stlar, уже 1 soatdan beri mana shu parkda yuribman, charchab ketdim. Anqir. Ketaman shuni uchun. Baribir 1 soatdan beri shuncha attraksionda yurib, bitta ham, qanaqadir qo'rqinchli attraksionga tushganim yo'q, shuning uchun ham давайте mamnunchaman. Va do'stlar, bitta o'qdan ikkita qilaman. Ya'ni maqsaddan balanddan juda ham yaxshi ko'rinadi, ha? Ko'raman, u barman ko'rmaydi-yu. Abisiga orqasidan bo'lib tutib olamiz. Davra. Albatta do'stlar, shuncha mehnat uchun like bosib qo'yinglar. Azgina hayajon bor, lekin maqsadni qo'yib turaman, ko'ring. Maqsud tutuling. Va albatta mana shu video kommentariyasiga Maqsud qochoq deb yozib qoldiringlar. Va do'stlar, men o'tirib oldim. Do'stlar, men tepaga chiqdim. Hozircha yo'qotdi. Xullas o'rtoqlar, mana bu vid qaranglar, chiroyliligini hamma yoq yam-yashil. Eng qizig'i, bu parkning nomi Magic Castle ekan. Qaranglar, bu yerda anaqa o'yinchoqchalik, mashinachalar bor ekan. Hamma mazza qilib yotishibdi. Mana bu manzarani qaranglar, do'stlar, mana bu manzarani qaranglar. Shu payt men tepadan turib atrofni kuzatayotganimda, mana shu voqea sodir bo'ldi. Uy, mana bu Sardormi? Maqsud! Voy o'rtoqlar, Omon aka oldimdan chiqib qoldi. Ey! Pastda Maqsud yuribdi. Mana Maqsud. Maqsud ko'rdim o'rtoqlar. Omon aka 2-3 minut o'sha hozir attraksionda o'chadi. Men ungacha qochib ketaman. Omon aka! Shova Sardor! Oy bilan do'stlar, Maqsud qochib ketdi. Nimaga chiqdim attraksionga? Do'stlar, ko'rdinglar nima bo'lganda? Daychiki qayerga ketdi? Sardor ushab qolsang bo'lmaydi. Bir jinnimsan, ha? Shundan xuddi kulayotganda bunaqa qilishgan. Bilmayman, men yerda yo'l ham yopiq. O'sha yana yo'qotdik. Ketdik bilan chiqdik parkdan. Va shunaqa qilib men shahar bo'ylab Maqsudni ortidan GPS yordamida quvlab bordim. Va ishonaveringlar, men anchadan beri bunaqa ko'p yugurmagandim. Lekin Maqsuddan menimcha boshi oqqan tomonga qarab yugurib ketaverganiga uni hech tutolmadim. Va yana meni omadsizligim tufayli Maqsud allaqachon bu yerlardan ketib, umuman meni xayolimga kelmaydigan joyga ketibdi. O'rtoq, xullas hozir Omon aka kelgungacha men bu metrodan bemalol tushib boshqa bekatga ketib qolaman. Ishto Omon aka adashib qolishi ham mumkin bu metroda, chunki bu metro juda ham katta. Qani ketdik. O'rtoqlar, Maqsud mashina tushib ketdi va men qarab ketdim, ketdik yuramiz. Lekin do'stlar, bu yerda yo'lga ko'p qasrab ketgan biling. Tualet kirib ko'ring. Ammas. O'rtoqlar, xullas men metroga ham kirib oldim va endi tezroq poyezdga chiqib olishim kerak. Mana shu yerda pastga tushib ketamiz. Yashim olgan shunga mendan qochuvchi qiyin. Amitda ham yo'q. Agar metroga tushgan bo'lsa, o'zi nikah metrodan qochib ketadi. O'rtoqlar, o'sha mana metro ham keldi. Omon aka bo'ldi, o'zi yo'q. Shuncha odamlar orasida men endi bemalol yashirinib kirib ketsam ham bo'ladi. Va bu paytda men esa Maqsudni umuman boshqa joylardan qidirib yurgandim. Do'stlar, menimcha Maqsud jon shotdi. Menimcha yo'qotib qo'ydim do'stlar. O'rtoqlar, o'zimni vashshe yengil his qilyapman bor-ku. Nimaga desanglar, orqamdan shuni yugurib kelayotgan vaqtda srazi bemalol qochib ketdim. Shuning uchun bitta albatta like bosib qo'yinglar. Ha, do'stlar, Maqsud allaqachon metroga tushib boshqa bekatga ketayotgandi. Lekin men esa bo'ldi o'sha endi. O'rtoqlar, val yig'ishtir kamerani. Ha, chiqdim, yo'q qochib ketding. Qanaqa siz bilan chiqib qoldingiz? Ko'rmadimmi sizni? Astov, bu mashitni. Bu просто vagonga chiqib qochmoqchi bo'lsa, davlat biz u chiqqan vagonga tushib olamiz. Faqat iltimos, ko'rinib qolma, shuni berma, xo'p? To'g'risini aytsam, men bundan oldinroq bu yer osti poyezdiga chiqib olgandim va GPS yordamida va nihoyat Maqsudni ushladim. Do'stlar, shu bilan Maqsudni hamma ko'rsatgan, mashalasini qaranglar, o'rtoqlar, gapirmay jim. Hozir o'rtoqlar metrodan chiqilichiga hamma qaryapti. Chiqqansan? Chiq. Maqsud yutib oladi demaysan, samara Toshkentga olishamiz. Do'stlar, pauza challenge navbatdagi qismni kutinglar bo'ldi. Bu safar Maqsud qo'ynamadi, nabort bu mana. Qo'rqtirmadi. Nabort biz bu bilan mushuk-shishqon o'ynab yurdik. Lekin pauza challenge yangi qismida 100% og'irdan keladi. Lekin o'ylashim bo'yicha do'stlar, bu nerealniy kontent bo'ldi chet eldan. Shuning albatta o'rtoqlar hozir videoga like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar yaqinda navbatdagi olovli videolar kutyapti. Ketdik san bilan. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, pauza challenge qachon chiqadi deb yozib qoldiringlar. Balkim keyingi video shu bo'ladi. Aytgancha, mana bu videoni YouTube saytiga tavsiya qilyapti. O'tib ko'ringlar.